mana bu joylarni qaranglar. Biz hozir greenhouse domlariga kelganmiz. Uy reklama qilayotganimda asosiy narsa bu uy neobычный bo'lishi kerak va narxi juda arzon bo'lishi kerak. Xuddi shunaqalardan bittasini topib qo'yganmiz. Birinchi etajda duplex kvartira qilsangiz bo'ladi. Общий duplex qiladigan bo'lsangiz 114 kvadrat tashkil qiluvchi xonadonimiz $53,000 ga sotilyapti. Mana to'rtinchi etajga tushdim. Именно mana shu xonadonga tegishli bo'lgani, mana balkada yopilsa, mana shu territoriya bo'lar ekan. Bu yerdan ham bilasizmi nima qilsa bo'ladi, qanaqa foydalansa bo'ladi. Bu yerda ham bilyard nima o'tiradigan xonami yoki oshxona shu pastga tushirib olib, bemalol studiyniy formatda joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ana o'zim uchun yashayman, uyga kelib dam olaman deganlar uchun zo'r tema. Endi esa uy ichiga kirib boramiz. Biz qaranglar, mana xonadonga kirib kelaveramiz. Kirib kelaverishimiz bilan mana shu joydan sinab tushirsangiz bo'lar ekan. Mana bu yoqda kiraverish eshigimiz bo'lyapti. Endi esa bitta tanishtirib o'taman. Bu yoqda mana ikkita xonamiz, bu yoqda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonani mana ko'rib turganinglardek so'kilni etajiga ham tushirsangiz zo'r tema bo'ladi. Keyin bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imiz bitta detskiy xonami, yo spalniy xonami qilib qo'yaverar ekansiz. Endi esa bu yoqqa o'tganimizda mana zalimiz bo'lyapti. Zalimiz, bu yoqda esa sanuzillarimiz joylashgan, sal qorong'iroq bo'tdi, bu yerda. Sanuzillari ham katta-katta, keng-keng. Umumiy maydoni 114 kvadrat metr tashkil qiladi. 57 kvadrat tepa, 57 kvadrat past. Narxi keladigan bo'lsa $53,000 so'ralyapti. Srochniy bosib boradigan joy. E'tibor uchun rahmat.